Assalomu alaykum obunachilar. Bugun 21 Xbetda kupon qilamiz bugungi o'yinlar uchun. Xo'p, biz bugun liniya kupon qilamiz. Tak, 12 soat. Короче, bugun Angliya chempionati Championship Poker emas, Germaniya Bundesligasiga kiramiz. Hop, bu yerda Mainz Hoffenheim oldingi uchrashuvlarda 2-0 bo'lgan ekan, aprelda o'ynagan. Tak, bu ikkala jamoa ham yaxshi. Bu Germaniya Bundesligasida gollar ko'proq bo'ladi. Shuning uchun total 2,5 dan ko'p olsak ham bo'ladi. O'tish ehtimoli menimcha 60%. Tak, endi oldingi o'yinlarga misol e'tibor qiladigan bo'lsangiz, misol oldin ikkita o'ynagan ekan, 2-0 o'ynagan ekan. Ko'pincha bu safar kam gol bo'ladi desangiz, bu ham xato. O'zi oxirgi kunlarda o'yinlarga ko'p misol total 2,5 dan ko'p, 3,5 dan ko'p yo burchak to'pi 7,5 dan ko'p shunaqa olsa ko'proq o'tyapti. Ko'pincha men oz olardim, bilmadim, lekin oxirgi o'yinlarda shu bir oy ichi faqat ko'p bo'lyapti. Sariq kartochkalar. Короче, shunaqa gaplar. Total 2,5 dan ko'pga olamiz. Bu yerdan chiqib, tak, Ispaniya premyerasida bitta o'yin bor. Valensiya Levante. Endi bu Ispaniyada ham ba'zi payt gollar ko'p bo'ladi, ba'zi payt kam. Tak, bu yerda nimaga olsak bo'ladi? Qo'shaloq imkoniyat qaysi biridir yutadi? 1-3. Koeffitsient pastroq. Sariq kartochkalarni ko'raylikchi. 3,5 dan ko'p, 4,5 dan ko'p. Может bo'lishi mumkinmi? 4,5 dan ko'p. Sariq kartochka. Birinchi taym. Birinchi taym ikkovidan bittasi olamikan? Xo'sh, bu yerda tak, хотя бы bitta sariq kartochka bo'ladi Ispaniyada. Shuning uchun qo'shaloq imkoniyatni olamiz. Yo unda agar mana ko'ngil tortmadi bunga. Qaysi biridir yutug'i desangiz, bunda durang ham bo'lib qolishi mumkin. Endi tavakkal. Tak, burchak to'pi. Birinchi taym 3,5 dan ko'p bo'lish ehtimoli katta. Italiya B seriyasi, Rossiya Premyer Ligasida Akron va Sochi. Akron ancha kuchli komanda. Menimcha mezbon jamoa sifatida bugun yutqazmasa kerak. Bunda natija va ikkalasi gol uradi. Qaysi biridir yutadi va ikkalasi ham gol uradi. Haga 2-3 koeffitsient beryapti. Bu tushunmaganlar uchun misol 3-1, 3-2, 2-1 shunaqa bo'lsa o'tadi. 1-1, 1-0 bo'lsa ham o'tmaydi. Bunaqa bo'lish ehtimoli pastroq ekan. Tak. Biz shunchaki g'abir olamiz. Akron yutug'iga. Sariq kartochka bu o'yinda ham ko'proq bo'ladi. Birining individual totali 1,5 dan ko'p. Ikkinchining individual totali 1,5 dan ko'p. Demak, total 3,5 dan ko'pga olsak bo'ladi. 4 ta sariq kartochka bo'lish ehtimoli katta. Fransiya birinchi ligasi. Nitsa va Olimpik Marsel. Ikkala jamoa gol uradi. Urishi mumkin. Nitsa. Ikkala jamoa ham normalniy o'ynagan ekan, Sportingdan lekin yegan ekan Olimpik.
Bu yerda natija va ikkalasi gol uradi. Qo'shaloq imkoniyat va 12, ikkalasi ham gol uradi. Bunda bo'ladi. Sariq kartochka 3,5 dan ko'p. 4 ta bo'lishi ehtimoli katta. Koeffitsiyentimiz ham 41 koeffitsiyent bo'ldi. Portugaliya Kubogida normalniy javob Benfica o'ynaydi ekan. Hop. Ikkinchining individual totali yo'q. Ikkinchi natija G2 va total 4,5 dan oz. Yoki G2 total shu ma'qul. Shunisi yaxshi. Короче, koeffitsient bolalar qaram bo'lib qopti-yu bu yerda. Birinchisi ham 3,5 dan ko'p. Qo'shaloq imkoniyat. Tak. Shu qo'shaloq imkoniyatni olib tashlasa 49 koeffitsient. U yetadi. Короче, bu katta koeffitsient qilishdan maqsad ko'pchilik aytishi mumkin, bu o'tmaydi, вообще bo'lmagan narsa deyishi mumkin. Lekin misol 3 koeffitsient 4 ta o'yin olib turib 3 koeffitsient yig'sangiz ham bitta o'yin o'tmay qoladi. Undan tavakkal qilish kerak. Или misol biz bir xil paytlar 75-daqiqada 2-1 bo'ladigan bo'lsa, 4,5 dan ko'p goliga 7-6 koeffitsient beradi, ko'pchilik olmaydi. Misol 4,5 dan ozga oladi. Lekin 10 minut ichida yo 5 minut ichida 2 ta, 3 ta gol bo'lib ketishi hozir ko'p ehtimol bo'lyapti-da. Qandaydir o'yinlar haqiqatdan sotilayotganga o'xshaydi ekspert uchun. Короче, tavakkal qilib olish kerak. Misol bu hozirgi yiqqanlarim 50 ga 50, lekin o'tish ehtimoli bor, ishonchliroq. Pul tikkanda ham misol tavakkal qilib shotingizda 50 ming bo'ladigan bo'lsa, kami 25 ming tiksangiz normalniy bo'ladi. Misol 5-6 koeffitsient qilib turib 10 ming 10 ming tikib 50 ming 60 ming yutgandan ko'ra, unaqa qilsa ham bo'ladi. 5-6 ishonchli, 70% ishonchli kupon qilib turib 250 ming 300 ming stavka qilish kerak-da. Bu yerda bunaqa katta koeffitsiyentlarga eng kami 25 ming. Tavakkal qilish kerak. O'tsa 25 ming pulingiz ham hazillangan pul bo'lmaydi. Misol men ham hozir shotni to'ldirib tikib qo'yaman, xuddi shu koeffitsiyentga. Telegram kanalga ham joylab qo'yaman kodini. Misol biz 5 ming risk qiladigan bo'lsak, rubl 246.427 rubl yutishimiz mumkin ekan, nasib qilsa. Bugun 5000cha bas, bunga bir 3300 tikamiz. Mana 13300 ekan. 3300 162.642 normalniy. Agar вообще zo'r bo'ladi, nasib qilsa o'tsa. Va o'tish ehtimoli menimcha ishonchliroq. Yana o'zlaring bir ko'rasizlar. Kupon qilish buguncha shu. Yana kuponlar qilamiz. Qolganini Telegram kanaliga joylaymiz. Telegram kanaliga kirish uchun YouTube'da o'zi qo'yib qo'yganmiz. Havola Instagram va Telegramni. Telegramga kirib, kunlik kuponlar, live kuponlar bor, liniya kuponlar bor. Anchadan beri live kuponlar o'tyapti, yaxshi foydaga olib chiqyapti. Telegram kanaliga obuna bo'lib, birga daromad qilishimiz mumkin. Xullas, buguncha video shundan iborat edi. Hammaga omad, charchamanglar, sog' bo'linglar.